Bizga bir dona mehmon kelgan paytda katta asfaltga to'shashdan yozib o'tiringlar mehmonlar degan paytda asfaltda zaxi o'tib ketyaptimi? Bu bo'lmadi. Endi labiga shunday yotkizdirib o'tkazadigan bo'lsak, mana bu tunuka zax o'tib ketadi. Bunday qilavermanglar. Gemirib qolsa javobgarligi o'zlaringizda qoladi. Do'stlar qaranglar, kachilalarimiz 3 kishiligini atigi 1,8 million so'mga qilib olibdi. Ranglari umuman muhim emas, tanlab olaverasizlar. Xohlaganlaringizni olinglar, 1,8 million so'mdan vodiyning ichiga dastlabkasini qilib beradi. Seriyalar eng zo'rlaridan bo'ladi. Bundan tashqari dekolarimiz bor. Dekolarimiz 6 taligili 2,400,000, 8 taligi 3,400,000 so'mga qilib berilyapti ekan. Bundan tashqari deko komfortlarimiz bor do'stlar. 3,200,000 so'mga 6 taligi, 8 taligini do'stlar 4,200,000 so'mga olsalar ham bo'ladi. Oynalari ham eng zo'rlari, ya'ni kalyonnisdan bo'ladi, kalyonnisdan bo'ladi do'stlar, Simediandan bo'ladi. Izabellalarimiz nima deyapti do'stlar? Izabellalarimiz 6 taligi 5,200,000, 8 taligi 7,200,000 so'mga do'stlar bemalol sotib olsalar ham bo'ladi. Aytilgan narxlar vodiyning ichiga dastlabkasini qilib beriladi. Undan yo'qlarga narxlar ozmas qo'shilib qoladi. Mana shu kachilarimiz bir paytlar 3 million sotilgan, hozir 1,8 milliondan bemalol bosib oladigan xonasi. Ma'murjon o'z kanalidan chiqqanlarga chegirma qilib beradi, bemalol bog'lanaverasizlar.